Parandalardan boshladik mana akalar. Olmayın aka. 400 ming. Bedanami? O bedana 2 million necha ko'tarilib ketdi. Qachon ko'ramiz? Yozda ko'ramizmi? Mana o'zi Yozda kelsa yana 2 million. Donasi nech pulda? 15 ming. Donasi 15 ming. Mashina ketdi o'shandami? Ular Yozda ochadimi? bular kattalar ekan-da. A to'g'ri sizdan aka? Nech pulda akaman kilo? Bular 400 mingdan. Biz turgani bola olaman deganlar. Yaxshi zotmi? Takvolar nech pulda? 400 ming. So'yib yurgani ya. So'yib bergani bor. Bola olib Ya bo'ladi, nima so'yib bergani bo'lmaydi? Ya bu verecek yani. Ya zo'r bo'l, sho'r vaqt yonishini chiqarmasin deb. Aka, sizdanmi bular aka? Sizdanmi? Narxini bilmaysiz? Yo'q. Narxini bilmaysiz. Sizdan g'ullarmi? G'ullar sizdanmi aka? Yo'q, g'uliyam boshqadan. G'ullar boshqadanmi? Ha, damol ayt. Ko'ring hozir ya. Malika emasda, malika bo'lsa aytamanmi? Bakancha sizdanmi aka? Aka oldik 250 mingga. Ashini? 250 ming cho'jagi. Cho'jak ekan. O'tirgan bolani olash, pulni ochib oladi. Haqiqiy professional emas, Ahmadjon degan bo'ladi. Xo'rozlar bo'yicha. G'ulash to'g'ri hammasi. Aka, bu g'ullar narxini kimdan biladimi? 500 ming. Molari? Donaga? Donaga 500 ming. 500 mingdan ekan. Xo'p. Bozor nechga ajradi? Nech puldan aka bular? 400 mingdan? 400 ming. Go'sht katta endi. Yana ham boqsa bo'ladi. Bular makiyonimi bu? Of, yuror aka, tushib aka. Hashak xo'rozlar, makiyonlar. Nech puldan? 100 mingdan. Che kami ham bor. 100 mingdan kami bor. Hashaklar. Bularchi? 100 mingdan kami bor. 70 mingdan berilmadi. 70 mingdan beriladi. Xo'rozlar, ha. Bo'ladi. Bozoringiz bersin, ha? G'uli sandanmi bu? Sizdanmi g'uli? Sizdanmi? 1 million. 1 million. 1 million. Xo'rozlaringiz qancha ekan? 150 ming. Hashak xo'roz. Voy, urish mumkin emas. Sakrash qaraydi. O makiyon ham yomon ekan. Xo'p, g'ozlar narxi. 100 mingdan so'rash, berma. 100 mingdan bermabdi. 200 ming narx aytyapti, 100 mingdan bermabdi g'ozlar. Go'dalar nech pul? Tuxumga kirgan yo'q-a? Bular bahordan kiradi. Bahordan. Bo'lichi Bular 250 ming 4 kilo. Qarang, 250 ming. Ko'pmachi. Xo'ja xo'rozlar 100 ming. Qo'yan ham sizda? Ha, qo'yanlar. Qulon. Aynan necha kundan qo'yanlar? Yo'qlar 250 mingdan. Bo'g'ozmi ular? Yo'q, bo'g'oz emas. Bu erkak bilan turgan, hali garantiya berishdi bo'g'oz emas. Xo'rozchi. Bo'g'ozdan 250 kami bor. Bir tulaymi? Tulay ekan. Buchi, chiroylilar. Ana 250 ming, 200 ming. 150 ming, 200 ming. Buni necha kundan so'rashdi? So'rashgan yo'q ekan. Endi keldi. Hozir uxlab qolibdi. Bo'g'oz shekillashingiz. Qaysi Qonni shpop. bo'lishi mumkin erkak bilan. Ha, bular o'zi 28 kunda tug'adi-da. Buyon boqqanmi?
Vodka, Tabiiy ashirin. tadbirkorlar va Shabu qurasi 50 ming so'm. ichki ishlar bo'limining Shabu deydimi buni? bozor hududida o'g'rilik, firibgarlik va jinoyatchilikni sodir etishga moyil fuqarolar aka deydi. borligi haqida ogohlantiradi. Ishlar xodimlari Chiroyli hamda bo'larkan. tayyorlikka chaqirib bir necha bor ogohlantirishlar Davom etamiz, ha? e'tiborsizligi va beparvoligi natijasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning 80 mingdan kam bu. Bozor nesbidan bo'ladi? Bozor nesbidan. bu shaxsiy buyumlaringizni Ha. qimmatbaho 60 ming, 70 narsalaringizni va ming. hamyonlaringizni ehtiyot qiling. Hop. Shunaqa. O'n kattasi. Yo'q. Onun kattasi. Bu yondi bolalari-chi? Bu yondi bolalar 70 ming ekan bu. 70 ming kam. 70 ming. Mana. Bozorlayın versin. Buradaymi bu? Bunlar nesbidan oldu? Bizlarda 250 ming kami bor, agar 200 ming kami bor. Bozor nesbidan so'radi. 200 dan berishyapti. 200 mingdan berishyapti. Qancha kilo? Kilosi qanaqa shuni? 4 kilo ustida aka. 4 kilo ustida. Yaxshi, bozorga bersin. 800 ming kam bor. Ana akalar, endi mana davom etyapmiz. Neç pul aldınız? Neç pul ekan bu? 450 ming. Yosh cho'ja ekan ha? Zamonaviy video. So'rashdimi buni aka, siz necha pul qilyapsiz? Ko'chalar chi bular? Neç puldan so'radi bozor? Tuxumga kirganmi oldi? Tuxumga kirganmi? İsrailmi bu? Neç puldan? 850 mingdan kam bu. Ikkovimi? Dona 850 dan. So'rashgan yo'q. 750 ya bittasini 750. Katta ekanda. Qani? Damatskoy. Dakan, zo'r. O'zi shunaqa. Jo'jami? Makiyonimi? Hamtanasi? Yo'q. Ha. Necha bunaqa deyapti? 800 ming kam bu. Xo'rozni o'zimi, tog'a? So'rashdimi, bozor qilishdi? 200 ming qilishdi. Jo'jami, ulaymi yo'q? Jo'ja. Yetta kilo olganmiz. Yetta kilo, yaxshi. Ama bo'ychan ekan, yaxshi ekan. Anochi? Makiyon. Makiyonni nima bo'ldi? Makiyonda 220 ming so'm. 220 ming berilmadi. Aka nomer qo'yib qo'yaylikmi? Bir qiziqqanlar telefon qilyapti endi. Xo'rozga ish qilib ko'p. Ayting. 90lik. 90lik 202. 302 34 41 ha? 34 qirabar. 34 41 aloqaga chiqinglar mana. Bermaganingizga berasizmi aka? Hozir qarashni o'tdi. Necha pulga? 300 ga bermayapti. Hozircha bo'lyapti. Savdosi 300. Kami bor deyapmiz. Kelish bo'lsa sotamiz. Bo'ldi, 1 million narx aytishyapti, 300 ming savdosi bo'lyapti ekan. Bu jo'jami? Jo'ja, eski jo'ja. Bir marta urishtirib ko'rilibdi. O'ynabdi ham shekilli bu o'zi. Uydash bilan yo'llar bilan o'qishib turadi. Nomer qo'yaylik, nomer uka. Tog'a nomer. Nomerim kerak, ben sotib yuboraman. Har doim olib ketishadi. Ketishadimi? Sotib oling iloyim. Sotiladi, yon narsa. Bo'ladi. Bo'lmasa
o'chirib yuborsizlar, men shartlar sotilib ketadi. Ha, nomer qo'ymasangiz birov qilmaydi sizga. Yo'q, endi bo'lish 300 ming. Tuxumda makon, aprel. Hozir bo'lishi 700 ming. 700 ming. Bo'lishi Shami oling. Ha, yo'q, bu videoga chiqyapti. Ammo shamolligini bilmayman deb hozir sotadi. Makon qo'yapti. Makon tuxumda. Yoshimi xo'roz yoshi? Aprelda chiqqan bola cho'cha. Nima qilay, nomer qo'yib beraylikmi aka? Yo'q, ama aka. Ha, nomer qo'yib. Tomosha qilib mazaq hisobida. Tomosha qilyapsiz. Necha aka, kimdan bu puli? Qanchaga oldingiz? 400 mingga olindi. Bo'laveradi. Hozir bo'ling, yigitlarni Yoshiga yetdi. Kichiga o'xshayapti. Hurmatli bozor nazoratchilari, hamma yo'llarni ochib qo'yamiz, yo'llarni katta qilib ochib qo'yamiz. Qanchasiga deyapsiz? 650 ga. 300 mingga berilmadi. 300 mingga beriladi. Urishadimi, yaxshimi? Ko'rganmiz ayog'ini? Ha. Yo'q, sinab ko'rganmisiz urishni? Zo'rmi? Yomon. Yomonmi? Yomonni bolasi. 5 ming dollarga berilmagan. Aytor, sotamiz. Nomer berasizmi? Telefon qilishadi, nomer bersiz. To'g'ri qilaver, bolalari bor-da. 94lik. 650 Aha. 45. Yo'q, buni sheylari bor, yomon. Telefon qilib qolsa, kelishib, yana sheringlarni sotaverasiz. Aka, bu sizdanmi? Nech pul deyapsiz uni? 400 ming. Shaqqonaga ko'rinish 400 ming. Ha? Endi bu 400 ming. Videosi ham bor. Ha? Biza bir g'ash qilib Necha kichkinaroq poptimi? Yapon. Tailandmi? Yaponiyadan kelgan. Yerga ham qo'yish yerga. Ushamasa yomon bo'ladi. Chista Yaponiya. Videosi ham bor. 10 ming dollar, 5 ming dollarga sotdim telefonni. Hammaga. Bir oyda uchdi. Endi aka, bormi yana uyda? Serob bo'lsa nomer bering aka, qiziqqanlar. Nomer yo'q. Nima-da, hali uyda xo'rozlarda ham sotasizda ekan bo'lsa. Otasan 93lik. 93lik. Otasan zo'rda. 673 673 12 12 to'ra bo'ldi aka. Xona qo'shnikidan olib sotaveradi bu. Sotaverasiz, yaxshi xo'rozlar bo'lsa ko'rishib oladi-yu endi baribir. Videosi ham boraman. Ha? Hormaylar aka, assalomu alaykum. Kimdan o'zi bu? Sizdanmi? Nech pul deyapsiz? 2 million. 2 million narx aytyapsiz. So'rashdimi? 5 kilo tepasidanmi? 5 kilo. 5 kilo. Nech pul qilishdi? Hozir 850 qilishdi. 800. Yaxshimi solishi? Ha, yaxshi. Bo'ychan ekan bu hozir. Bo'ychan. Ya pulaki o'tmabdi hali. Bilib qoldi, videoga tushdi. Nima qilay uka, nomer qo'yib qo'yaymi? Ayting. Bozorda sotib olasiz, endi baribir ishqibozga. Necha nomeringiz? 95lik, 95lik 944, 944 50 40. 50 40 aloqaga chiqinglar. Yaxshi xo'roz ekan u. Ko'rilgan ha, oyog'i zo'r ha, o'sha. Ma'lumotlar egasidan so'raysiz.